Assalomu alaykum qirol-qirollichalar. Sog' salomatmisizlar? Bugungi Bolajon shouning hakamlari bilan tanishing. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Mana bugungi yurishimiz Bolajon kanaliga bo'ldi va Bolajon kanalidagi Bolajon shouda hakam vazifasidamiz va qolaversa yonimda siz bilgan, sevgan o'sha aktyor, ham xonanda, ham sozanda, ham turli kasb egasi, Sirqir ijodkor. ijodkor Merdan Medvaliyev shogird o'tirdi. O'zi aslida meni birinchi chiqishi meni kinoda bo'lishi kerak edi. Bo'lishi kerak. Bundan bir 15 yil oldin. Mayli, shundoq bo'lsa ham ijodkor. Xudo xolasa bo'ladi hali bo'ladi. Hali oldindami? Hali yosh, hali hammasi oldinda. Hali kino olamiz, xudo xolasa. Shu mana Sheroz boshlovchilarimiz Sheroz. Ikkinchisi Imona. To'polonchi. Imonaxon. Qabrashmisan? To'polonchi qizim Imona. Yaxshi bilasizlar, har doim uni hamma joyda qo'llab yuraman, qizimni. Sog'lik salomat bo'lib, bizlarni har doim kuzatib boringlar. Hammaga omad. Qani gapirib, bemalol demoqchi. Gapiring Merdan aka. Mana shunaqangi hakamlikda ustozlar bilan o'tirish bizga nasib qilgan ekan. Men bundan juda ham xursandman. To'g'risi aytaman, men kutmagandim, lekin juda ham mamnunman. Avvalam Allohga rahmat shunaqangi bizga imkoniyat berganim uchun. Ishtirokchilarga omad. Ustoz, siz bilan yanada ko'rishganimdan beqoyatda xursandman. Rahmat. Omad martaba bundan ham baland bo'lsin. Xalqasiga kamida. Doim aka. Rahmat. Charchamanglar, rahmat. Rahmat, Sheroz aka. Krasavchik.